Assalomu alaykum. Mercedes Sprinter bozor obunachilar. Bugun sotuvimizda tayyor Mercedes-Benz Samasval akalar. Video davomida sizlarga narxlarni, ma'lumotlarni tushuntirib o'tamiz. Video boshlamasdan like bosishga tugmasini bosib qo'yamiz akalar. Akalar yili 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina akalar 2 yonga to'kadi. Mashina umuman xarajati yo'q. Motor yaqinda qilib qo'ydim, deyaptilar. Korobkasi ham 5 talik. Tag qismlari. Mashina 52 ramaga terilgan. Salon qismlari yaxshi holatda turibdi akalar. Tayyor ishlab turgan texnika. Ko'tarish sistemasi. Bemalol 4 tonna yuk olaveradi ham, to'kaveradi ham akalar. Boshini bortini uzunligi 4 metr. Ramasi 52, gazel mos akalar. 2 yonga to'kaveradi. Boshda salarkada akalar 100 kilometrga 7 ta rasxod qiladi deyaptilar. Tag qismlari yaxshi holatda turibdi. Ikkala mashina chustda turibdi. Mashina texnik xarajati yo'q umuman. Bu narxiga keladigan bo'lsak, sizlar uchun 7900 dan ozgina o'tib beraman deb turibdilar. Mashina yaxshi holatda. Olib minishga tayyor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda egasining telefon nomerini qoldiramiz akalar. Bemalol akamizga aloqaga chiqib, yaxshi narxda sotib olsanglar bo'ladi.